Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan obunachilar, yaxshimisizlar? Bizni bitta universal kotyolimiz tayyorlandi. 200 kvadratlik, 250 ga davr javob beradi. Utepleniya bo'lgan. Kitobli deyiladi aslida bu kotyolimiz. Gazga ham, o'tinga ham, ko'mirga ham ishlaveradi. Tepadagi eshigi tozalaydigan joyi achitga deyiladi. Kitoblarni yo'lini tozalanadi. Pastdagi topga ko'mirni solib bersizlar, bosib shu yerga yonaveradi ishlab. Pastdagi eshigimiz kulxona. Ventilyatorimiz, boshqaradiganlari bilan datchigimiz mana. Bu yer to'kka, mabodo to'kka ishlaydigan bo'lsa.